Rassomchilik sohasida o'qiydigan talabalar institutda qolib, yotib, sessiyaga tayyorgarlik ko'rishadi desam ishonasizmi? Aslida bu videoni ertaroq joylashim kerak edi, lekin mobilografiyada ishlaganligim sababli o'zimning videolarimga, blogimga kam vaqt ajrataman. Obedda kelib qarasam, hamma kursdoshlarim o'z ishlarini qilayotgan edi. Menda esa hamma ishlarim chala holda. Ham o'qishni, ham ishni, ham blogni olib borish juda ham katta mas'uliyat. Shu sababli rejasi sessiya prosmotriga tayyor emas edi. Shunday bo'lsa-da, harakatda barakat deb ramkalarni tayyorlay boshladim. Chizma tasvir kompozitsiya ishlarimda familiyani qildim. Kattaroq ishlarimda nargi bo'yab tugatgan ramkalarni tosh bilan qoqib tayyor holatga olib keldim. Ana endi ularni devorga ilish jarayonida kursdoshlarim yordam berdi. Narsalarim olib ko'chaga chiqsam, qop qorong'u. Taksida shundoq mindim, yotoqxonaga bordim. Lekin o'g'il bola kursdoshlarim institutda yotib, sessiyaga tayyorlandi. Ammo men ham tundan tonggacha sessiyaga tayyorgarlik ko'rdim. Patokdoshlarimda ham shu ahvol ekan. Ertalab institutga borib, ishlarimni to'liq yoyib, hammamiz sessiyaga tayyor turdik. Ekranda esa animatsiyalarimizni ustozimiz tahlil kelganlar. Orada boshqalarning prosmotrini ko'rdik va sessiyamiz tugab, barchamiz harakatimizga loyiq bahona oldik. Hamma ustozlarimga bergan bilimlari uchun kattakon rahmat. Sizlarga esa ko'rishguncha.